qarindoshlar. Şarq Türkistan sürgünde hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısına görüşənlərni qısman qarşı alırıq. Gerçi yaqinqi yillardan buyon kishilik huquqqa ko'ngil bo'lish xalqaro tantarbiyada doimliq temaga aylanib qolgan bo'lsa-mu, ammo cho'ng faoliyatlarni o'tkazuvchilardan Beyjingga o'xshash talash-tortish qo'zg'ag'ini oz. 2022-yillik qishliq olimpik tantarbiya musobaqasi o'tkaziladigan so'rin bo'lgan Xitoy poytaxti Beyjing Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga qilgan zo'ravonligi to'g'risidagi ayblashlar tufaylidan Amerika, Avstraliya va Angliya qatorliq davlatlardan kelgan diplomatik boyqutlarning hujumiga uchradi. Kishilik huquq tashkilotlari va g'arb hukumatlari Xitoyni ishg'ol qilgan Sharq Turkistonda elib berilayotgan irqiy qirg'inchilik bilan aybladi. Hong Kongdagi siyosiy erkinlik va demokratiyani qo'llaydigan namoyishchilarga zarba berish, shundaqla tennis to'p mayri Peng Shuayning g'oyib bo'lishimi boyqut sabablaridan biri. Siyosiy yo'llarni Beyjingga bu o'yinga qatnashishga avatishning xatiri shuki, muqarrar holda bu faoliyat diktator Xi Jinping hukumatiga berilgan sukutdagi tasdiq bo'lib qoladi. Chunki bu faoliyat Xitoyni muhim obro'yga erishtirdi. Garchi Xitoy Amerikani bu musobaqani siyosiy kontrol qilishga ishlatdi deb ayblab, qat'iy qarshi turish tadbirlari to'g'risida bildirilgan bo'lsa-mu, bak umidsizlanib ketmasligi yoki haqiqatan hayron qolgan bo'lishi notayin. Fransiya prezidenti Macron diplomatik boyqutni simvollik va ahamiyatsiz deb tasvirladi. Beyjing 2022-yillik olimpik tantarbiya musobaqasini boyqut qilish faoliyatini tashkil qilgan Tibet, Uyg'ur, Janubiy Mong'oliya, Hong Kong va Tayvan huquq tashkilotlarining birlashmasi diplomatik boyqutni qarshi olgan bo'lsa-mu, nurg'un tashviqotchilar o'zlarining yetarli darajada besim paydo qila olmaganligini, agar haqiqatan Xitoyga besim elib kelinmoqchi bo'lsa, tanarkachilarning o'zlari, qo'llag'uchi shirkatlar va asosli tarqatuvchilarning harakatga o'tishi kerak ekanligini aytdi. Agar irqiy qirg'inchilik bilan ayblanayotgan bir davlatni butunlay boyqut qilish hozir muvofiq bo'lmasa, qachon bo'ladi deb so'rab beqish kerak. Sharq Turkiston surgunda hukumatining bosh ministri Salih Xudoyer apandi Beyjing 2022-yildagi irqiy qirg'inchilik musobaqasini diplomatik boyqut qilish bir ijobiy qadam bo'lsa-mu, ammo ishg'oliyat ostidagi Sharq Turkistonda elib berilayotgan mustamlikachilik va irqiy qirg'inchilik harakatini oxirlashtirish uchun Xitoyga besim paydo qilishda yetarli emas. Ahamiyatli harakatga o'tish kerak dedi. Salih Xudoyer apandi yana Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik komiteti cho'qim bu masalani oldingi o'ringa qo'yishi, Xitoyda ishlangan barliq mallarni boyqut qilish, Xitoy bilan bo'lgan diplomatik va iqtisodiy aloqani cheklash yoki uzish, Xalqaro jinoiy ishlar sudining Sharq Turkistondagi Xitoy amaldorlariga qarshi ochgan delosini qo'llash, zarur tepilganda insonparvarlik aralashish qatorliq harakatlarning cho'qim bo'lishi kerakligini aytdi. Men yashashim uchun mustaqil bir millatning avlodi bo'lishim kerak. Shunlashqa meningcha milliy mustaqillik hayotlik masalasi deydi Mustafa Kemal Atatürk. İnsan hayvani tuyg'uning bo'yinturuqida qolsa, mushu dunyodagi huzurni o'ylab yashaydi. İnsan bo'lgan ekan bu bo'yinturuqdan qutulishi, izzat hurmati, shon sharafi bilan yashashi lozim. Bunda hayotni faqat mustaqil bir davlatda yashay oladi. Mustaqil davlatda bo'lmagan millat milliy kimligini, mavjudligini yo'qotadi. E'tibori, izzat hurmati va shon sharafimi bo'lmaydi. Mustaqillikni hech kimga sovg'a qilmaydi. U shu millatning irodasi, durustligi, chidamchanligi, izchil kurash qilish orqali maydonga keladi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.